bir marta restavratsiya bo'libdi, 2 marta restavratsiya bo'libdi. Oxiri bo'lmagandan keyin bizga olib kelishdi to'pligimga. Mana shu titan qisqasi sauna tepasiga 6 ta 40 talik turba tiqilgan, qop-qoli variant qilib polaga qilib ishlangan. 10 atmosferagacha garantiya beramiz inshaalloh. Bu yomkisdi. Mana bu tepasiga svarkalangan edi. Hech qachon o'sha joyiga svarkalanmasin. Mana bunaqa palasa o'rasanglar tamom. Ertaga mabodo mana bu teshilib qoladigan bo'lsa ham bor-ku, shunday yechasizlar-da, olib kelaverasizlar. Svarkalab qo'ysa ham tegi bilan olib kelishga to'g'ri keladi-da. Avvalambor men sizlarga sauna zakaz qilishni maslahat bermayman. Chunki men bu yerda tosh qo'yadigan joylarni qizdiraman deb gazni baland qilasizlarmi? Gaz baland bo'lgandan keyin suv qaynab par davleniyaga aylanadi. O'sha davleniya hosil bo'lgandan keyin titan yorilib ketishi aniq. Okalar, e'tiborliroq bo'lamiz. Mana shu narsaga iloji boricha avtomatik garelka qo'yib qo'yganinglar ma'qul. Mana shu narsani restavratsiya qilib berdim. Chunki men обычный narsa bo'lgani uchun men video olyapman. Tavshinani ko'ryapsizlarmi qalinligini? Listi juda qalin, cho'tki ishlangan. To'g'ri, zo'r ishlangan, lekin bunaqa sauna qo'ymasligingizni maslahat beraman. Rezvalarni qaranglar, xohlagan joydan qilingan. Bir 6 ta rezva qo'ydik, xudo xolasa, suvni ham bir 6-7 joyga tortib yurar ekanlar, okey. Mana ko'ryapsizlarmi? Daji slifnolargacha qildik. 1 yilda bir marta profilaktika qilib turilsa, mana shu slifnoy orqali bu hozir teskarmachasi turibdi. Mana bu tepa qismi, bu past qismi. Endi mana bu turbalar yaxshi ko'rinishi uchun men orqasini o'girtirdim. Svarkaga bitta baho berasizlar. Cho'tki qilib urilgan. Keyin mana bu turbalar ham rossiyskiy eng yaxshi turbalardan qilingan. Ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol videoning tagida nomerlarni qoldirganman. Aloqaga chiqib, buyurtma berishingiz mumkin. Gazni narxi ko'tarilib ketyapti. Kimga mana shunaqa ekonomik katyollar ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.